Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yalg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qisqi och toshqanning ot chetlarga qaradi. Choyni olib tikkanni kelajab og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqdi. Kitdi, piltin, ishtidi. Hav. Ata, at mineli. Toy chiqini ketdi meyli. T'ga oyoq ani qo'ysak, ta bo'ladi. Ta. At. Tat. Ağa tani qo'ysak, ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'ysak, tana bo'ladi. Ne ana, tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'michoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda, to'shqan ochpaqiliq qilib jiqyapti. To'michoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, "Televizorni ochsangchi, kegash o'tiraylik" debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'michoqqa orom bermadi. "Avu odamning puti, avu odam. Yunidagi qutur isht yitilog'ini ot, ama. Voy bo'ldi qisangchi, bek men chikansan. Debdi To'michoq terikib. Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. Deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda isht kelib To'michoqni chaqiribdi. Ha, mana ishtaka. To'michoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi? Debdi isht To'michoqqa. To'michoq ma'qul bo'pti. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zitib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'michoq ishtga og'amchida mingishni o'rgatayotganda, to'shqan yugurib kelibdi va "Shunimi o'rganish ketamdi? Men sen dötlarga og'amchida qandoq ma'diganligimni bir ko'zitib qo'yay" deb To'michoqning to'sqinig'imi qaramasdan og'amchiga chiqibdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. "Xo'p bo'ldi" debdi To'michoq. "Po atmasam bo'lmamdi. To'li bujurlima" debdi to'shqan. "Men hozirli o kaptar mengotgan toksimida mengib chapoq ko'zlarimni echib qo'yaman." Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egizgan. To'shqan po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga put-qo'lida jon qolmay, tang po'ng'ilg'ini yo'qotibdi va "Quzullar!" deb to'g'lashga boshlabdi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'michoq to'shqanga Ikki qo'lingda yana birisini tutib ol deb vaqirabdi. Bechora to'shqan oldidagi yana birisini tutishiga tok soqib yetib, janidan ayrilibdi-da, yaga tikmollaq tushibdi. To'shqanning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. To'michoq ish kaptarlarmi buningdan 30 sim bilan 0 simga tang tegib ketsa, tok soqib yetadiganligini bilib, toksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi.